Savrin opa, obunachilarimizdan tamash haqida ko'plab savollar tushmoqda. Shu haqida to'liqroq ma'lumot bering. Darhaqiqat bugungi kunda nutq rivojlanishdagi orqada qolishlar, eshitishdagi muammolar, o'zlashtirish muammolari, hatto kattalarda til o'rganishdagi muammolar ko'proq uchramoqda. Ana shunday holatlarda Tamatis usuli, Tamatis apparati bilan davolash usuli juda samarali usuldir. Tamatis usuli fransuz olimi Alfred Tamatis tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u miya faoliyatini tovush orqali faollashtirish tamoyiliga asoslangan. Maxsus qayta ishlangan musiqa va tovushlar orqali miya eshitish tizimi qayta mashq qilinadi. Ko'pchilik bu oddiy naushnik musiqa eshityapti, uni uyda eshitgan bo'ladi-ku, apparat sotib olsak bo'lmaydimi, naushnik qilib musiqa qo'yib qo'yamiz deyishadi. Yo'q, bu oddiy naushnik ko'ringani bilan maxsus ishlab chiqilgan. Moslamamizni peshona qismida maxsus o'zini uskunasi bor, datchigi. Mana shu joydan ham musiqa yangraydi. Bu musiqa suyak orqali eshitishi ta'minlab beradi. Qulog'idan yangragan musiqalar bu havo orqali eshitish boradi. Ya'ni shu ikki xil tarafdan borgan eshitish, havodan va suyakdan borgan eshitishlar miya tomonidan yaxshiroq qabul qilinadi. Eshitishi o'zidan ko'ra, havo orqali kelgan musiqadan ko'ra. Shu orqali bemorning diqqati jamlanadi, eshitish yana ham kuchaytiriladi. Agressivlik, bezovtalik, diqqatini jamlamaslik, SDVG deymiz. Shu holatlarida bu usul juda samarali. Bu aqlni yaxshilaydi, xotirani yaxshilaydi shu usul bilan. Shuning uchun kattalar ham til o'rganishda qiyinchiliklar bo'lsa, Tamatis usuli juda samarali deb o'ylayman. Ayniqsa nutqdan rivojlanishda, so'z boyligi kamligida, hozirgi kunda telefon, televizorlar juda ko'p zararli, eshitilmaydi deganimizda ham baribir onalar farzandiga telefonni berib qo'yyapti. Har xil tilda nutq chiqishi to'g'ri kelyapti, eshityapti. O'zbek tilida gapira olmayapti shu bolalar. Ana shularda ham juda samarali bo'ladi. Davolash kursi qanaqa, lecheniasi qanaqa? Tamatis apparatini bir kuni 40 minut, 1 soat, agar bola ko'tara olsa 2 soatgacha qo'yilishi mumkin. Va bu kurs bemorning yoshi holatiga qarab 10 kundan 15 kungacha cho'zilishi mumkin. Har 2 oy, 3 oyda mana shu kursni takrorlab turish kerak. Qachon? Mumkin emas. Albatta, boshda travmasi bo'lganligi, suyakda sinish, buzilish, insultdan keyingi, travmadan keyingi bo'ladi kattalar yoki bolalarda. Ana shu holatlarda suyak butunligi buzilgan bo'lsa, bu mumkin emas deb o'ylayman. Hamda epilepsiyasi bo'lsa, sudorojniy sindrom demayman. Epilepsiya xurujlari bo'lib turgan bo'lsa, kuchaygan bo'lsa yoki egida juda kuchli o'choqlar chiqib turgan bo'lsa, mana buni qo'yish ozgina qo'zg'atishi, bezovtalikni oshirishi mumkin. Epilepsiyada mumkin emas. Hamda terida infeksion, allergik, bezovtalik bo'lib toshmalar bo'lsa, buni qo'ymagan ma'qul. Albatta, Tamatis o'zini eshitganda, so'zi yo'q, nutqi yo'q yoki autistik spektri bor bo'lgan bemor bolalarimiz bor. Uni o'zi, bu apparatni o'zi sizlar kutgan, ota-onalar xohlayotgan bitta kursda natija qilib berish qiyin. Bu kompleksni ichida kiradi. Nevropatolog ko'rgandan keyin tavsiya berganda har xil nutq rivojlantirish usullarimiz bor. TMS, TKMP, Tamatis, Bakla bor. Bularni vrach o'zi belgilaydi. Sizni farzandingizga mana shu kompleks kerak deb. Lekin har jihatda, har holatda DTP bo'lsin, Down bo'lsin yoki boshqa bir jinsiy kasalliklar bo'lsin, rivojlanishda, harakatlarda buzilish bo'lgan bemorlarimizga ham buni tavsiya qilamiz. Mana reabilitatsiya bo'limimiz bor. O'tdagi bemorlarimizning juda ko'pchiligi oladi. Agar yuqorida aytgan shikoyatlar, diagnozlaringiz bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling. Bizda klinikamizda reabilitatsiyada, o'zimizning bo'limda nevrologiyada kompleksni davolashga hamma usullari yo'lga qo'yilgan. Quyida keltirilgan telefonlarga murojaat qilsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin.